Xotin, tur. Tortmagan pullarni olib chiq, tez bo'l. Ha, nima gap o'zi tezlikmi uncha hovliqasiz? Nima qilyapsiz? Ey, gap ko'paytirma, tez tortmagan pulni olib chiq dedim senga, tez bo'l. Yana qadringlar akangizga, ukangizga, singillaringizga tashamoqchimisiz pullarni? Qachon biz ham bir odamlarga o'xshab Ey, uchun avval seni ko'mmaganlar pulni olib chiq dedim senga. Olib kel pullarni. Rozimasman. Politika buyursin. Dadang bilan jannatlarda bo'lsin. To'g'risi, men sendan kecha olib ketgan pullar hammasi dadanglarning pullarga. Nimaga menga aytmadingiz? Assalomu alaykum pochcha, yaxshimisiz? Dadamlar shifoxonaga tushib qolgandilar. Srochniy operatsiya qilmasak bo'lmas ekan. Shu puldan yordam qilib turing. Pochcha, iltimos faqat opam bilmasin. To'g'risi, uka telefon qilib, pochcha, dadam mazlari qochgan, operatsiya juda katta pul so'rashyapti. Yordam qilib turing, iloji bo'lsa opamga aytmay iltimos degani uchun senga hech narsani aytgan yo'q. Gunohkor qizingizni kechiring. O'z nafsiga qul bo'lib, ko'zi ko'r qizingizni kechiring dadajon. Orqangizdan bilmay qarg'ab qo'ydim dadajon, meni kechiring.